Bemorimiz pushti husnbuzar va hamroh neyrodermit tashxislari asosida bizga murojaat qilib kelganlar. Bugun ularning fikrlarini eshitamiz. Zevrapod necha yildan buyon ushbu kasalliklar sizni bezovta qilib keladi? Mana shu kasallik bir 10 yil, 15 yildan buyon bezovta qilib keladi. Mana o'zimiz Buxoroda lecheniya oldim. 7 oy yaxshi bo'ldi, yana shu qaytalanib ketdi. Tuzalish holati bo'lmagan sizda? Tuzalmadi. Mana ana Toshkentga keldim. O'zimiz tomondan bitta qiz bola kelgan ekan, uchratib qoldim. O'sha yerga boring deganga keldim. Mana men bugun 5-kun juda ham yaxshi, yuzlarim shunday tiniq bo'lib, shishlarim qaytib, qizarishlar qaytib ketdi hammasi. Uy sharoitida nimalar qo'llab kelgansiz yuzingizga? Men uy sharoitida shu Buxorodagi doktor aytgan, 3D rimmasini 10 kun surtish kerak ekan. Men uni lekin ko'p surtganim uchun. Qancha vaqt mobaynida qo'llab keldingiz uni? Uni endi qichish paydo bo'lgan payt surtdim shu narsalarni. Bir necha oy, bir necha yil, qancha? 2 yil atrof bo'ldi, 2 yildan ko'proq. Keyin shu garmon ekan bilmabman men uni. Shu yuzlarimga shish paydo bo'lib, qizarib, qichishib ketdi-da, ko'payib ketdi shu narsa. Hozirgi holatingiz qanday? Hozir va markazimizdagi muolajalar sizga yoqdimi? Juda ham yoqdi. Men juda ham xursandman. Men ana kelganimga 3 kun, 4 kun bo'lganga shundan yuzim asli oldingiga qaytdi-da, men juda ham xursandman. Bundan sizlarga rahmat. Sog' bo'ling. Bundan buyog'iga yana ham yaxshilanish holati bo'ladi sizda. Shunday. Sizlarga katta rahmat, charchamanglar, sog' bo'linglar. Rahmat. Fikringiz uchun kattakon rahmat.